Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shunaqangi oshxona mebelini sizlar bilan birgalikda qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Bu tomonda kargoni dodasidan ustalarimiz o'zlari qo'l mehnatida qilgan kargoni hozir sizlarga ko'rsataman. Bu o'zi shu turishi $100 turadi. Buni tandem mexanizmga moslab bichilganda 50 kilogramm yukni bemalol ko'taradi va 50 ming marta ochilib yopilishi garantiyasi bor. Kargomizni ishlashiga o'zingizlar bitta baho berib, bemor qildirmoqchi bo'lgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Ikkinchi yon tomonda ruchkasiz variantda qilib narsalar qo'yish uchun polkali shkafimiz, tepadan pastgacha polkali. Dom sharoitida ozgina joydan ham mana shunaqangi unumli foydalanmasak, joyimiz kichinaligi hisobiga narsalarimiz joy bo'lmay qoladi. Bu tarafga keladigan bo'lsak, bu yoqda hammaga mashhur bo'lgan o'sha katyolimiz bo'ladi. Katyolimiz dizaynni buzmasligi uchun shunaqangi akkuratni qilib yopib berganmiz. Tortmani yopilishiga o'zingizlar bitta baho berib o'tmasanglar bo'lmaydi. Bu barmoqda yopsalar bo'ladi. Tortmalarimizni bir-biridan ajratib turuvchi o'rtadagi joyiga L-profildan foydalanganmiz. Alyuminiy, bu zanglamaydigan metal. Pastiga bo'lsa, pastiga o'sha korpusli materialdan MDFdan foydalanganmiz. O'zingizlar ko'rsanglar, yonlaridan mexanizmlar ko'rinmaydi. Tandem mexanizm bo'ladi. Seren mebel jamoasi shunaqangi sifatli bo'lgan oshxona mebellari va barcha turdagi mebellar tayyorlaydi. O'zingizlar ishimizga bitta baho berib, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yamiz va tanishimizga yuborib qo'yamiz.